Assalamu alaykum. Qarindoshlar, yaxshimisizlar? Yaxshi turdinglarmi? Bugun azroq ishim chiqib qolib, sal baldur naq maydon qilishni e'lon chiqarib qo'ygandim. Hozir ham so'zlamoqchi bo'lgan mazmunimga kiraveray. Men 2018, 19, 20, 21 qadar shu hozir qadar bo'lgan ishlarni to'liq o'ylanamoqchi. O'ylanib, men bir narsani degim kelib qoldi. 2019 4-ayning 17-kuni Mashal guruhi deb bir guruhi bor. Shular o'tirg'i tashlagan Change.org degan to'rbatda tashlagan bir imzo bor. Xi Jinpingni jazoga berish deb turib. Onun biz ovoz qo'shgandik. Ayni vaqtida Rabia Qadirmi to'pladi. Voy, u degan Mashal guruhininki tashlagan imzosi, o'tirg'i chiqargan imzosi, ko'k degan chaqda biz ovoz qo'shgandik. Chunki o mazmun to'g'ri. Dushmanimiz Xitoy, dushmanimiz Xi Jinping deb turib, shunda bir her qandaq bir harakat bo'lsa, biz ovoz qo'shimiz deb buni sening mening demay ovoz qo'shgandik. Gerçi imzoning soni naytı ko'rinarlik bo'lmasimi, chiqib 4086 imzo yig'ilgan ayni vaqtida. Shu vaqtida mı o'ylab qolgandim men. To'g'ri ish bo'lsa, biz qo'llaymiz deb. Mayli ular qaysi maqsadda o'tirib chiqargan bo'lsin, lekin qo'llagandik. Hozir yanala shu imzo shundaq imzodan birisi chiqibdi degan chaqda men ovoz qo'shmadim. Sababi hozir uningda bir muhim bir imzoning borligini bilib, shuning ovoz qo'shman Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining o'tirib chiqargan bir imzosini qo'llayman deb necha kunning oldida necha vaqtni yoq dedim, lekin tekrar itilib ketdi. O imzo to'rbeti, anadagi yangi imzo to'rbetining yosilib o'tirg'i qo'yilganligini tunuga e'lon qildi. Anadagi biz shu vaqtning o'zida imzo tashladik, ham imzoga aktiv ovoz qo'shiman deb jiq qarindoshlarim bilan birlashib shu ovoz qo'shayli. Qanday qilamiz imzoni o'g'itish olib beryapmiz. Ba'zan yiroq yerlardagilar bo'lsin, yoshqa cho'ng'aroqlar bo'lsin, shularga imzoni qanday etish to'g'risida birdan o'rgatdik. Ham o'g'itimiz. Chunki demokratiya deganni xalq o'g'itish kerakka. Demokratiya da'vosi qilayotganlar o'zi demokratiyaning nima ekanligini bilmagan bo'lgandan keyin biz xalq bo'lish sifatimiz bilan demokratiyani o'g'itaylik. Fikir erkinligimizni qo'g'dayli, saylam erkinligimizni qo'g'dayli. Analikin demokratiya deganning xalqning qo'lida qandaq bir holatda vujudga chiqadiganligini o'rgatib qo'yayli dedim. Bu to'g'ri bir imzoga. Kimlar biz uchun vakillik qila oladi? Biz bolalarimizga vakillik qila olmaymiz. Hem bir nishondagi qarindoshlarimiz bilan o'tirib, bir ideyadagi qarindoshlarimiz bilan o'tirib, ma'lum bir vakil bo'lish sifatida biz ma sabdoshlarga yoki ma qarindoshlarga vakillik qilamiz deb o'tirib chiqa olamiz. Lekin butun Uyg'urning vakili men deydigan unda odamlarga rost kulgimiz keladi, ham qarshilik ko'rsatamiz. Anandikin eliqi Chunchuango'nikin deyli. Chunchuango ketibdi deb turib tabriklar yig'ib ketibdi. Ba'zan bir to'rbatlarda, ba'zan bir Facebook to'rbatlarda yoki Instagram yoki Snapchat yoki Twitterlarda ba'zan odamlarningki yozgan yozmalarini chiqargan temalarni chiqarib qo'yibdi. Bizning dardimiz Chunchuango'ning ketishi bilan hal bo'lamdi deb o'ylanib baqdim. Wang Jun kelgan, Wang Jun kelgancha shunda qattiq qo'l, qirg'an, anadagi ayollarni deb sandi qilgan o xotin palonchi pokunchilarni xotin qilib deb turib, shunda jiq temalar bor, yozmalarmi bor. Uningdan keyinchi Wang ammo, uningdan keyinchi talay-talaylari bor. Anadagi yana bizga nayt tunish bo'lgan Wanglar Chön bor. Qanxo'rlardan talay hech qaysi ketib, hech qaysi bir vaziyatda o'zgarish bo'lmaydigini asl bilishimiz kerak. Boshqalar hamda vatandagilar ovoz chiqara olmaydi. Vatan sirtidagilarchi tabriklab degan u media o'qib bu yillik bir nim bo'ldi, bizga bir sovg'at bo'ldi deb turib, kelgan mashina degani shunda yaxshi deb o'ylamsizlar?
u degan bir tadqiqotchi texmi voyaga yetkazib turib o'rinlaydi o vazifani. Hech nima o'zgarmaydi. Shi Jinping ishtaganda ayni vaqtida u erkin sidiq o Shi Jinpingning ishi bu, Shi Jinping bundoq qilgan degan kim men unda demaydim deb turganda o'zini ovozini chiqarib qo'ysaqmi unda demaydim deb qo'yib jim yo'qolib ketgandi. Sizlar o'ylab beqinglar, Shi Jinping almashsa, yana birisi almashsa, oq ish, ko'k ish, hammasi bir ish deganlar bor. Uni degan ko'nlarning so'zi. Oq Xitoy, ko'k Xitoy, hammasi Xitoy. Hammasi bir Xitoy. Hech nima o'zgarmaydi deb turib, o to'g'riliqni yezibmi chiqir qo'ydim. Anadagi g'alita temalar chiqdi. Masalan, Suriyadagi bolalarningki ashnoq tishig'i tegadigan yoki Suriyadagi qarindoshlarimizni bir xil Xitoyga nima bo'lib hamda Xitoyning maydonida turib, aşı bolalarni tinmay tatilab dunyoga azroq bo'lsin bildirib qalpig'ini texmi ilgirlagan holda kaygizish, esiga selish degandek ishlarni qilib, temalarni chiqirgan ba'zan bir insonlar bor. Shuningga tunuga yana chiqirib qo'ydim. U vatan sirtiga qurol tutgan bo'lsin yoki qandaq bir holatda shu yerda o'lib ketganlar bo'lsin, biz ularni bizning dushmanimiz demaymiz. Ular vatan deb chiqqan, lekin aldanganlar bor, keyin aldanganligini bilib, yanımı boshqa bir yerlarga ketganlar bor, hozircha badal to'layotganlar bor. Ularga ehtirom bilan, ehtiromim bor, lekin aldangan, o'lib ketganlarga nisbatan duo qilaman. Ko'nglim og'riydi, lekin ularning ko'ngliga azor beradigan bir xil g'alita qiliqlarni qilib, Xitoyninki maydonida turib bir narsani yozadigan odamlarga bunda bir to'g'ridak qilgandek bunda signal bergani bilan ba'zi odamlar bunda o'ylab baqsanglar, ba'zan narsani his qila olasizlar. Biz o'zimizning millatininki qanday bir badal to'lashda nima uchun badal to'ligini, ular qaysi maqsadlarda, nalarlarda nimalar bo'ldi degan narsani ashlarning maydonida turib o'ylab baqayli. Ketman tashlab chiqqan, u bu ketman tashlab chiqqanlarning jiring-jiringlari bor. Hozir Turkiyada yashayotgan yoki u yerda bu yerda siz bilan bizga dars bera oladiganlari bor. Buni mi o'ylayli? G'alita narsalarga yo'q deyishni boshqa odamning ko'ngliga azor bermay, vatan deb turib hammamiz mustaqillik yo'lida bir nuqtaga kela oladigan ittifoqlashib emas, ittifoq tuzish emas. Aşı nişanımız bir-birimizni ayıgan asasda ma'lum bir siziqning ustida jim turishni, boshqa odamga azor bermaslikni o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. Lekin men 2019'da 2018'ning yilning oxirida 2019 men ekran ochgan. Ekran ochgan vaqtimda ba'zi odamlarni uqmaydim. Neçə qatam təkrarladım bu to'g'riliq. Faqat uqmaydim. Uyg'urning ba'zan ishlarini hal qilsaq, anaki ba'zan narsani uqsaq deb o'ylaydim. Lekin menga to'g'ri kelmaydi-ku, u ekran etish hozir menga ekronni ochgan bo'lsangiz, mushta vaqtida siz so'zlagan bo'lsangiz, ba'zan bir qarindoshlarimizni o'tirg'i taklif qilgan bo'lsangiz deb tavsiyalar kelibdi. Uningga men mishada umumyuzlik javob beray. Men uningga to'g'ri kelmaydi ekanman. Chunki men haddidan ziyoda pokiz. Mayli oila tutish bo'lsin, hamma jihatda alohida nimaga tozliqqa diqqat qilaman. Ya'ni mishadagisiga diqqat qilaman. Ba'zi odamlarning orqa ko'rinishini rost bilmayman. Bilmagandan ekranga chiqarib qo'ysangiz, bir muncha nachar ishlar chiqsa, shunda azoblanib ketaman. Ba'zi odamlarniki G'ulom Osmon apandim ayni vaqtida bir yozmani chiqarib qo'ygan chaqda Beijing Bahari degandek qo'l qo'yilgan necha odamniki ismininki shu chiqqan chaqda shunda yurkim og'rig'andi. Ashnochilik ba'zi odamlarning ismini ko'rib. Ularni men bilmayman orqa ko'rinishi. Shuning uchun nima ishlarni qilganini bilmagandan uni chiqarib so'zlatib qo'ysangiz, o'zingiz shunda bearam bo'ldi ekansiz. Ma'u bir nachar odamni men ekranda tang o'ltirib saptiman deb turib azoblanaman. Shuning uchun o'zim so'zlasam, o'zimning gapimga, o'zimningki har qanday ishimga o'zim ega bo'lib javob bera olaman. Shuning uchun ekronni ochmayman. Bunga javob berib o'tay. Lekin mustaqillik deganni tush deysizlar. Mustaqillikni shuar, quruq shuar, nima deb sakraysa hamsa mustaqillik quruq shuar bo'lsa, o çatar chiqishni oldin men bir o'zimiz mustaqillik yoki vatan, zimin deganni rost bilmaydim.
Onu ben ondaq dava üçün çıxdım dep turib onda poatmayman. Ne poatqalarını ködük. Çın qılıp turib sözləb naq maydonlarga telefon urib şalvaqlarını yiqitib bop ketdi o tünögün. Heyran qalarlıq. Sen avtonomiyani sen talep qilsan o'zingni ishi bütün Uyg'ur vakolatlar hammamiz sana tang agishib avtonomiya talep qilamiz demdi qamsa. Quruq shuar bo'lsin, nimada sakraysa, nimada qo'qsa, nimachi tugishib ketsa, nimachi chin qilsa. Oy mustaqillik degan rost to'g'ri ekan, to'xtab men tatayni o'g'lim bir chaqladi. Voy men degan mustaqillik yo'lda kipan kiyib chiqdim deb o'ltirib boshqa o'yinlarni qilgan chaqdimi? Qarab o'ltadinglar. Ba'zan odamlarga hayron qolaman. Bir ish bo'vasimi, ko'mask silib bir tomoshabin qatorda huzurlanadi ekan. Mushu iliqi to'plardan kelgan ba'zan ovozlarga qarab hayron qolib, bir much xotinlar shu anglab o'ltirganlar. Nimani ko'rsanglar, nimani qilsang, ha munda bo'pti, munda. Yo'q deyishni o'rgansanglar mamday. Ballarga yo'q deymiz biz. Ballarga ba'zan o'rinsiz talablarga yo'q deysiz.Ədəvəsiniz umut cinayət, yoki bir nachar bir yo'llarga menishi mumkin, yoki xato bir ishlarni kalısını kirgizishi mumkin, yo'q deyishimiz kerak. Bu zimin davosida, vatan davosida sen 70 yosh kirsan, 60 yosh kirsan, yana qanchalik umring bor? Nimalar to'g'ri yo'lda hech bo'lmaganda dushmanning yo'liga mundaq chavoq chamay, nere turib qilishni o'zim o'rganmamsa deyman men. Ba'zan bir xotinlar va shunda deb voy paloni pokoni deb turib imzo yezib ketirgan, chavoq deganni chap ketirgan. Tova deyman. Nega kirsa shu yerda chaponni xamalyon, nega kirsa shu yerda teri almashtiriblar, ashiningki bo'yicha yezib inkas bildirib yuraydi ekan. Nomusmi qilmamsa vatan qaytamaysa, atdigani o'zi birsi ashunda deb yezibdi menga. Uyey, munda iş barken siz 2018 munda nes çıkargandınız, 2019 munda çıkargandınız, palançı munda sözlügendi, uqmaptınız. Emdi uqqan bolsanız nemiş qilsiz otur çıqamsınız desem, ya emdi uqib qoyduk, ko'nglimizni san bo'ldi deydi. He, Allah razı olsun şu sanni emdi olsun deb boptu ko'nglinizda dedim. Ayliqi tünögün Dilyar Musabay inimiz sözlüdü o bidayla ekranıda. Ana işçiliki bazen bir mezmunlarını izlensiniz. Şundacık onundan oşuk nəslərə erişələysiz. İzdən beqən, İngilizce bilmişsiniz. Yezib, aşı nəx yerlərini tərcüm qılıb çıxırıb qoyduq. Qatımız, qeyrindaşlarımız tırışıvadıdı. Lekin, eləqə cıqla deydi ki, bunun ulan nime el buludu? Mesela şu ispatlarını nim kıldınlar. Bir Rabia Kadir kıstırıp mı koymadı deyip yana yazğanlar var. Rabia Kadir kıstırmışsa özünün işi. Dünya Uygur kurulduğu kıstırmışsa umu özünün işi. İmzanı taşla verimiz. Lekin Rabia Kadir'ni sahneye teklif kılıverme. Çünkü Rabia Kadir başta atıp bulanmaydıgan hayırlık jinoiy javobgarligi bor. Buni ustiga elish kerak. Xotin ikkisi dili bor. O yolg'iz qilmagan bo'lsimi, sabdoshlari bilan qilgan bo'lsimi, sabdoshlarini Rabia Qodir o'zi tunuydi. Endi mana tunögünning oldingi kuni bir aylanman ayrimxonamda Amerikadan bir inkas yezib, bir uchur yo'llab qo'yibdi. O'sha yaqinda Zumrat xonim o'sha yaqinda bir ton kiygüzüş ettirti kuruldu. Bunun baş kurguçisi yuqori sotda işleyen bir hanım. 20 kişilik bu gruppa ma'lum çoğamlarga ton kiygüzmekçi. Ularning içinde Ömer Qanat ba, Nuri Türkel ba, Quzat Altay ba, yana bir qanchisi ba. Quzat Altay keymeymen deptu miş. Qağallarga keygüzüdike lekin Quzat Altayga mı ton teya boptu. Qanda oylaysiz dep. Qanda oylayman dedim. Ton keygüzü şu hazır bir avtonomiyachilarningki bir belgisiga aylandı. Bir patent huquqini shular o'tkazib oldi hozir, setib oldi deyli. Ömer Qanatga mı keygüzüp qo'ygan? Elak bir Samet deb birisi var o, Quzat Altayning akisininki qiynatısı. O nimening Dolqin İsa'nın kızını vatandan chiqib bergan deyilgan elak bir adam
Şu keygizip koydu o resimini çıkarıp koygan. Yana mı yetmey koş keygizip kılınla bolsa çavakça başadı olturup kessanlar yılıq bir xotullar var. Kılışıp gitgan. Kılışıp gitgan üstelde. Oy keygizip diye. Onundan başka işinler olmagan diken dedim. Ana diken o tonlarını keygizgüçülergime eyran. Tönögümü degендekler, ustazını mı çakırınlar, fuşiçunu mu tan kılıp, birisi ki keygüzsün tonunu. Olturup resim düşmem de toppunu mu keygüzüp koysanlar, bolsa Rabia Kadir kucaqlap koysa, şapaatçisini. Tazı kızıydı, ton bayramıcı. Aşında cevap verdim. Ana diken, bazılar deydi, muşu eyleqi sizler oturga çıkagan dokulat, muştaq nimelerninkini yo'qotish uchun qanday qilishimiz kerak deb dedi o Dilyar Musabay mı? İmzani tashlanglar, qolgan ishlar joy-joyda bo'ladi deb biz xalq bo'lish sifatimiz bilan tashkilotlarning nishoni aniq bo'lgan tashkilotlarningki anadagi durust yo'ldagi insonlarning o'tirg'i tashlagan har bir harakatini qo'llaymiz, shuningdan natija chiqdi deb turib her qanday şunda deyme, özümü şu yolda mağame. Ben teşkilatı kirmeyme, lekin her bir teşkilatdan naçar işi olsa ayrım sözlep koyma. Fakat anlamaganda anandaki oturda devirme. Meyli o müstakilçi olamda qanday qilishidin qat'iy nazar. 100 ming kişilik imzadımı ne vay can Türkiye'deki ne çoğam Rabia Kadir'ninki oğlu dep namagan bir eylem var o. Şunu mu telefon urup, vay imza doğruluğunda kımam lazım. O imzanın nim kılaysam, sağlıkını palancı tıllap dike, aş palancı bilen bir ağın da açılığım batı, aş palancını nim kımay özemli bize daldığalayım ki digenti. Toğa digentim. Bu imza jarayonida talay ishlar bo'lib ketgan. Endi ma imzodimi talay jidallar chiqib yetibdi. Amnandiki tinmay tunogimmi yana chakillayotgan nechisi aka. Sen imzodan nimanchi qo'rqsa, mustaqillikdimi qo'rqsa, sen o'zingni chedirning ichida yuravermamsa, başqalarınki çekilmay, bizmi xalqninki işlariga çekilmaymiz. Sen tillaysa, eliga palan qilma. Vay hayvallarma qiladi palanni. Nima deb uni keşkam iştidan serib etib yur palan qilma deb yurgicha. Deymaman. Keş palan qilma deb ivatib qo'ydi. Yog'amman yo'g'an ishni qildi kelsa, hech kim qilamaydigan ishni deb yezib qo'ydim. Tunagim bir sigashta deb yezib qo'ydim. Bak yo'g'an ish qildi kelsa, oddiy shehmi qiladi unda ishni dedim. Ayni gapim mavu. Bak yo'g'an ishni, o'ni ishni, bu bak odamlarning oldida qiladigan ish emas-ku, unchola bir faxrlangidek uyalarda deb dedim. Cho'p-cho'ng birsi menga ivatib tikantoq. Ayni javobim mavu. Biz hazır qiladigan ishlarimiz shunda jiq. Masalan, o'ylab yiqinglar, Scott Perry apandimga Tibet erishgan shu imtiyozlarga bizmi erishkimiz bor deb turib tinmay imzoni ivatishni to'xtatmadik. Ham to'xtatmayli dedik. O'sha O'rta Osiyodagi yosh bolalar avtonomiyachi emas. Avtonomiyachilar qeyrlari shundaqki, chunki Rabia Qadirni mundaq kötürüp, dünya Uyg'urlarını kötürüp ögünüp qalgan bu adken qabul qılamaydigan ishchidinchi kavak bo'lib qoldigan ishchi tugishib ajoyibli bo'lib qolganlari bor. Ba'zilar deydi, "Bo'ptilar, yaqinmanglarchu, turaversinchu" deydi. Turaversin desang, o'zingning yanchig'ingga ziyon. Hech kim pul yig'maydi. Men sendan pul yiqqanim yo'q, ya bir boshqa tashkilot pul yiqqani yo'q. Xalqaro sotni qo'llayli dedik. U sotninki shu advokatlarga pul ketadi, unisi aniq. Anadan keyin mushu imzoni qo'llayli, imzoga pul ketmaydi. El-xat ketadi-ku. Anarki Scott Perry apandimga zakaz xat silyapmiz. E-mail ivatimiz, zakaz xat sağallarba, shunda tirishyapmiz. Mushuningmi zakaz xatnimi sizlar yezib tayyor qilinglar, isminglarni yezib tayyor qilsanglar, men sat beray dedim. Ashunda qilyapmiz. Shu O'rta Osiyodagi ba'zan odamlardagi hissiyat ajoyib bir hissiyat. Yeningda puling qatqaladi. Shunda qiyinchilik va odamlar vaka O'rta Osiyodami. Shularni yo'langlarchi dedim men. Bunchola qilib yurgicha. Arabistonda mı keladigan pul var, Türk birleşmeler
var, Türk birleşmelerden geladigan pul var. O hamma yerdan pul tiqilib ketmedi. Dukkanlar ichiliklik, ha. Ha? Öy, daçılar elip gitiklik. Qo'saq degan sangılap gitiklik. Vay. Uyun degani o'ttirga tashlab Uyg'urni ortig'icha MTT qilsizlar. Mushu MTT'ni qilmanglar, bo'lmanglar dedim. Her uyunlar chiqdi. Türkiye'de ba oyun, ona dini oyun bolsun, vay. Elin Uygur'un hissiyatını oynaydıgan oyun bolsun, uzun yazmalar, talay cideller çıkıp gitti. Hazır biraz immunit küçü, azırak olsun eşipti dep oylayman. Bazen cidellerge kirişinin aldıdı mı, monda boptu, monda kent dep. Zimin davasını eğer doğru yönlüşlük kılgan bolsak bunda söylüp yürmeyimiz. Uya bir yerde siyasi panalık tilep yürmeyimiz. Uya bir yerlerde türmelerde yetip işkim bir izdep mi koymaydıgan aşındak türmelerde yetip yürmeydi. Atanısı uruk tukalları olsun, cinayet ötküzgen bolsun, erkandak bir mustakil devletli mi cinayet ötküzüş, bunda bir işler var. İzdep bolsun mu barıdı, Özbekistan'da meyliqi keçirim kılıngan, mahbuzlar, anandakin bazen bir cinayetçilerin atanısı bir kögülü bağan digenlerge qarap yıkınlarçı. Özünün devleti bolsa alaydı bir imtiyazı igi oludu. Bizden ilgilik hukuk davayımız, oylap yıkın birsini sesliş, işin el bulamdı, sesli vegine olan müstakillik aktı, müstakillik köktü, kuruk şuvardı. Nime de tıllaydı digen gibi bir sual koyup baksanlar. Nime de tıllaydı aşılarını? Ya pul demise? Ya bir başka birini mi demise? Oylap yıkınlar, Xitay'nın kuçuğudu oltağın adam, Xitay bilen resim düşüp oynaynak yürgen adam, anadaki müstakilçilerini tıllaydı. Müstakilçilerini Xitay müstakillik talep kısun dep ivet etken bana mendeklerini için. Müstakillik talep kıp be Uygurlar için dep beni ivet etken çetelge. Erkek Sıdık'nın gepi oyca. Şunun için Xitay bizden müstakil buluşumuzu halaydı ki. Erkek Sıdık'nın gepi oyca. Mani çokum logiklik yaxşı düşünüyorlar kıyırındaşlarım. Gumpe yaşta dedi o. Her sekseydi, her taklaydı. Buna pişkin erkekle gidip gitti o. Kökürüp gitti. Tartışıp köpük çıkıp gitemdik ağızdan diyendim meylikini görüp. Oylap yakınlar kıyırındaşlarım. Nimdep taklaydı, nimdep sekreydi. Demokratiya davasını kıvatkan aşı insan. Nimdep kişilik hukuk diyenler ki demokratiyanın ki asası hikayeligini nimdep bilmeydi. Nimdep boğdu. Çeteldeki biz seninki bir muritin emes men. Sana boysunduğun diyenini bir nimdep diyemeyizler. Kıyırındaşlarım uykumuzu sel acaylı. Mayaga yiginiz aş olsa miyadikisi nimega ayınıp nimeudu emdi. Pok emestu miyaga emmedemninki tövendin çıktıdı o. Mayak karab mağmağında pok. Kallanlarını biraz biz işiltip yakınlar ey. Acayip bir neslen yazdığalar var. Acayip bir neslen ivet edğalar var. Heyran kapkalma bazda. Bazılarının için ismini atap sözleydiğin yerge yetkili ne var? Lekin zihnimizi çaşmaylı. İmzanı bekere kollaylı. Çünkü bu bizge demokratiya degan narsani o'rgatish fursatimiz. Şu tashkilot, deylik cho'ngam, yana birma ishdan patmay qolganlarning hammasiga şu demokratiya degan narsani o'rgatamiz. Xalq harakati orqali demokratiyani o'rgatish deb o'ylayman. Mush imzo. Shuning uchun 100 ming kishilik imzo mustaqillik irodamizni ifodalashimiz bo'lsa, mavu xalq harakati orqali demokratiyani o'rgatish imzosi deb tushuninglar qarindoshlarım. Shuning uchun aktiv ovoz qo'shinglar. Agarda imzo etishda qiyinchiliklar bo'lsa, ayrimxonda so'ranglar, o'rgatamiz. Bizningmi talay ballar bu imzo etishni yordam berishga tayyor turiblik. Cho'nglar baka, cho'nglarnikiga munda qiling deb videolarni ishlab ivetib berdik. Şu davamlıq imzanın sanini özümüzdeki bu aşvettengi boğan söygürümüz, anadaki qeyrindaşlarımız boğan söygürümüz dep düşününler imzanın sanini qançılık aşırsak şunçılık yaxşı dep oylayma. Meyli o xalqlarning nima dep tillishi, yani bir mi qısturıp mı koymaymiz? Çünkü sen
Sen işt, sen pişt. Biz senin bilen bir xilling emas. Şuning uchun aş taxlığalla taxlaversin, to'g'ri yo'lda hammamiz qo'l tutishib, tang ilgirlayli, jidalga kirmanglar qarindoshlarim. G'ayri jidallar, manbasi bor jidallar bu. Sebeplik chiqadi ekan. Sebeplik chiqadi ekan. Ba'zan isbotlarni ko'rsanglarmi, voy bu mundaqkan, voy burun ko'mabdi ekanmiz, voy burun mushelikki fushichu, men ustozi, o tatayning o'g'lining degan narsani ko'mabdi ekanmiz deb yozganlar bor ekan. Ko'miganlar bo'lsa, ashuni chaplab qo'yayli. U bir yushurin demagan fushichu ustozi Quzat Altaymi agar fushicho nim bo'lib qolsa, manda bo'lib qolsa, men eg'idan o'mlayman degan gapni o'chiqashkar deb yurgan. Izlab baqsanglar tepilib yurayotgan bo'lsa, biz deb beramiz sizlarga. Qarindoshlarim, ba'zilarcha jupli vassa bu ish tugaydi deb o'ylaydi ekan. Tugamaydi, saqlanib qoladi. Tarix burun xotirlanmagan bo'lsa, hozir toza xotirlanib mengyotidi. Videoga elinib mengyotidi. Nomer qo'yilib mengyotidi. Munda kelib jimit o'tirib ko'rikda qo'ydik. Tugaydi degan gap yo'q. Yo'q. Hamma narsa vatanni sotding, qarindoshlaringni sotding, u narsa yezilib mangildi. Hargiz yo'qolmaydi. Burunqilar ot eshaklar bilan qilgan da'voga o'xshashmaydi. Ular ot eshaklar bilanmi? Davlat quribdi-ki. Bizninkilar nima ish qilyapmiz degan savol qo'yib baqayli. Kashki u yerga berib manqangizni eqitib pul elib, mayaga berib manqangizni eqitib yana birmi qilib, kashki yolg'on da'vo, u yerda so'rib yurishlar emas. Haqiqiy bir da'voni qilib, qarindoshlarimız bilan bir yuzimiz yo'ruq oldi ko'rishayli deganni nishon qilib beqinglar qarindoshlarim. Rahmat sizlarga.